Myanmada zilzila qurbonlari soni qariyb 3000 ga yetdi. Jabrlanganlar soni esa 5000 nafarga yaqin. Shu yilning 28-martida Myanmada sodir bo'lgan zilzila 1946-yildan beri mamlakatdagi eng kuchli zilzila bo'ldi. Uning oqibatlari halokatli. Mamlakat bo'ylab ko'priklar, uylar qulab, yo'llar yorilgan. Yerda ulkan yoriqlar paydo bo'ldi. Magnitudasi 7,7 ball bo'lgan zilziladan qo'shni Tailand ham zarar ko'rdi. Iravadi daryosi orqali o'tgan ko'prik, shuningdek Mandalay tarixiy saroyi qisman vayron bo'ldi. Zilzila oqibatida 3000 dan ortiq bino vayron bo'lgani aytilmoqda. Geologlar silkinishlar kuchini 334 ta atom bombasi tashlanishi effektiga taqqoslashdi. Yer silkinishlari Xitoy, Tailand va Vyetnamda ham sezildi. Bangkokda qurilayotgan bino ham qulab tushdi. Ko'pgina tumanlar elektr, internet va telefon aloqasisiz qolib, aeroportlar yopildi. Mahalliy aholi ko'p qavatli uylariga darrov qaytmay, shahar tashqarisiga chiqib ketdi. Aholi uchun tibbiy uskunalar yetishmasligi, kasalxonalarning to'lib ketgani muammo tug'dirdi. Bir ayol hatto farzandini ko'chada dunyoga keltirdi deyilmoqda. Kasalxonalar ham yaxshigina zarar ko'rdi. Zararlangan yo'llar va vayronalar insonparvarlik yordami olishini qiyinlashtirdi.